Suv bor joyda shoboda yaxshi aylangani uchun 40 gradus issiq ham bilinmas ekan. Assalomu alaykum. Bizdan kuzatib borayotgan hurmatli mijozli xaridorlar. Sergeli tumaniga yetib kelganmiz. Mana shunaqa yaxshi lokatsiyadan, suv bo'yidan $84,000 ga 202 sotu 5 xonali uchastka chiqyapti. Yangi qurilgan mana shu uyimizni obzorini qilib beramiz. Uylarimizdan 4 ta qurilgan, hozirda mana shu bitta sotuvga qo'yilgan. Internet beradigan bo'lsangiz, Sergeli Alutex zavodining yonidagi mahallasida joylashgan. Ko'chalarni ko'ryapsizlar, asfaltdan chiqarilgan, katta ko'cha yuziga yaqin. Xonoboddan kelsalar ham bo'ladi, Sergeli Yarmarkadan kelsalar ham yaxshi, yaqin lokatsiyada joylashgan. Bismillah deb xonadon kiramiz, sharoitlarni ko'rib chiqamiz. Hovliga kirishimiz bilan mana ko'ryapsizlar, hovliga bemalol mashinalar qo'ysalar bo'ladi. Bu xonadonda ozgina yashashgan. Tapchan uchun mana ustlari naveslar qilib yopilgan, bemalol tapchali qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Uyimizning hovli tarafdan ko'rinishi, xonalari katta qurilgan ekan. Videodan oldin o'zimiz kirib ko'rib chiqdik. Katta razmerda, mana shu sizlarga ham ulashmoqchi bo'ldik. O'ng qo'limizda mana shunaqa bitta shinamgina mehmonxona joylashgan. Xohlasanglar yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ili mehmonxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu mini mehmonxona deyishdi. Spalniy sifatida foydalanib turibmiz deyishdi. Ana endi asosiy binoga kiramiz. Kirishimiz bilan mashina chiroyli koridor bilan boshlanadi. Koridor razmerlari keng, katta ko'ryapsizlar, yorug' svetda chiroyli aboylar yopishtirilgan. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda katta razmerda oshxona. Olgan odamga oshxona ham tashab ketiladi. Xohlasanglar masjiddan bitta masjidga devor o'rtasidan razdel qiladigan bo'lsangiz, katta razmerdagi oshxona bo'ladi. Chap qo'limizda 20-25 kishi mo'ljallangan katta mehmonxonaga kirishimiz mumkin. Asosiy mehmonxonamiz o'zi bu yerda joylashgan, katta mehmonxona. Koridordan dars yuramiz. O'ng qo'limizda detskiy yotoqxona deyishdi bu yoni. Bolalar yotoqxonasiga kiramiz. Bu yotoqxona yonida kattalar yotoqxonasi. Koridor oxirisida bo'lsa, umumiy sanuzelxona. Katta razmer. Bu tarafda bitta yotoqxona bor, yosh oilaga mo'ljallangan. Endi ma'lum sabablarga ko'ra ruxsat berishmadi, ko'rsata olmadik. Ushbu xonadonga egalari $84,000 so'rashyapti. Kelishadigan joyi bor. Uy sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, bemalol video tagidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, lokatsiya beramiz. Kelib o'zingizlar egalar bilan savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Mana shu Sergeli atrofidan $80,000-$90,000 atrofida uy qidirgan tanishlaringizga tarqatib qo'yinglar.